Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14-mart Favor savdo markazida ko'pchilik kutgan buyurtma berib qo'ygan mini traktorlarimiz yetib keldi. Mini traktorlarimiz 3-4 xil modellari bor. 1125, 4x4, 4x2, 1135, 4x4, 4x2 laridan bor. Bularga qo'shimcha frezalari bor har xil razmerda. Puloqlari, aylanma puloqlari, oddiy puloqlari bor. 2 korpus, 3 korpus puloqlaridan bor. Traktorlarimizning bolalari 9,5 ga 24 bo'ladi, oldi 650 ga 16 bo'ladi. Traktorimiz pompali variant. Ko'pchilikda bu muammo bo'ladi, suv qizib ketib beradi, ularda muammolar bo'lmaydi. Pompasi bo'ladi, отдельный radiatorlari bo'ladi. Rollari gidrolika. Bu modelimiz 1135 motor, 35 at kuchli traktor bo'ladi. Skorslari 6 skorsli. 6 skorsli. Orqada o'mlar ham bor. Silindirlar ham o'ynay. Bemalol 1 tonna, 1,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'taraveradi. Buni hozir buyurtma berib qo'ygan Xorazm viloyatidan kelgan akalarimiz bilan qancha vaqt bo'ldi buyurtma berib qo'yganingizga? 2 haftalar bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. Aytilgan vaqtga yetib keldimi? Ha, aytilgan vaqtga yetib keldi. Yoqdimi? Ko'rgandan keyin traktor yoqmay qolmadimi? Yoqdi. Ko'ngildagidek bo'lib chiqdi. Ko'ngildagidan ham yaxshi, qayta 16 kuch ko'pi 35 dan chiqdi. 1135 dan. Yaxshi zo'r. Bo'ladi, zo'r bo'ldi ishqilib sizga. Bu traktorimizga frezadan qo'shib bo'latirlar. Shaligaton silkalardan bor bizlarda. Uni ham kelib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Hokim yordamchisining tavsiyanomasi bilan berilyapti. 50 million so'mi kredit bo'ladi. Qolgan pulini naqd berib olsangiz bo'ladi. Aka unda dehqonchilikqa baraka. Yaxshi. O'zdirmoq nasib etsin. Ishlarga omad. Yaxshi. Sog' bo'ling. Narxini bilaman deganlar kommentariyga yozib ketasizlar. Narxlarni bo'lmasa allaqachib so'rasangiz ham bo'ladi. Narx har xil bo'lib chiqishi mumkin. Narx motorning ot kuchina qarab, freza tanlashina qarab, silka tanlashina qarab, puliq tanlashina qarab narx har xil bo'lib chiqishi mumkin. 50 million so'mdan 70 million so'mgacha bor. Bemalol allaqachib bo'lasiz.